Aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarimiz bor. Assalomu alaykum. Xo'p, mana ko'ylaklarimiz hammasi. Xo'p, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xo'p, bularimiz mana birinchi sort, eng chempion materiallar. Xo'p, bular nech puldan berilyapti? Mana uni 80 ming, mana 80 ming 75 ming. Mana ularimiz 70 ming so'mdan ekan. Juda ham did bilan ishlangan, juda ham chiroyli. Bunaqa fason bozorda yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishlar o'tda ham did bilan tikilgan, choklar tekis. Bular hech qachon tirtlashi o'ng'ilmaydi. Chunki bular birinchi sort hammasi. Bularimiz-chi? 45 mingdan. Mana ularimiz 45 ming so'mdan ekan. Daji chevar puli ham emas, ko'rib turganinglarda 50 mingga materialni olib 80 mingga tiktirasizlar. Bizning bozorda chevar puli ham, material puli ham o'zingiz bilan ketadi. O'zini oliy rasvetkalar ham bor. Mana shu rasvetkalari bor-a? Bor. Hozir tadbirkorlar nomerini olamiz. Siz mana shu yerga kelib, shu mahsulotlardan olsalaring, sizlar o'z-o'zidan diler hisoblanasizlar. Bu yerda hali pul tikkan, ochirtga turgan deyisho, bemalol kelib olaverasizlar. Hozir telefon nomerlarini olamiz, aloqaga chiqaverasizlar, bemalol ma'lumot olasizlar. Telefon nomeri nechilik? 90chilik 687 687 0031. 0031 ko'rib turgan mahsulotlaring mana shu nomerga aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Dastavkalar 12 ta viloyatga bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Faqat kunduz telefon qilamiz. Aka, rahmat, savdoyingiz bersin. Xo'p, mana yana ayollar ko'ylagi yetib keldik. Ayollar ko'ylagi bormi deganlar uchun variantlar ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r. Xo'p, bular hammasi bahorgi materiali, bularda miramir materialdan tikilgan. Xo'p, bular nech puldan ekan aka mana shular? 50 ming beryapsiz. 50 ming so'mdan ekan. Yo'paradagilarchi? Kurjavalilar 55 ming so'mdan. Bu tomondagilarchi? Bular mola 55 ming, mola 65 ming. 65 ming. 50 ming. Qizil 50 ming so'mdan ekan. Bular hammasi birinchi sort materiallar. Bular Xitoy. Bambukligi ham bor, velvetligi ham bor bu yerda. Mana shuni bitta ko'rsatingchi. Yetkasi bor. Mana shular 42 ming. Mana shuni qarang, mana 42 ming so'mdan ekan. Bular dvoyka, tepa emas, dvoykalar 42 ming so'mdan ekan. Xo'p, rasvetkalar mana qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Mana zakotovka tayyor, cheklanmagan vaqtda yetkazib beriladi. Bu ham shundan, ha? Qaranglar, hammasi did bilan tanlangan rasvetkalarimiz. Hammasi xadovoy svet. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Kurjavalar ham qimmat to'rdan qo'yilgan, zamoklar ham qimmat zamokdan. Ko'rib turibsizlar, oddiy zamok emas. Choklar juda ham tekis. O'zi ishda o'zi ham gapiryapti ko'rinishidan. Mana ko'rib turganinglarda tekis, juda ham chiroyli ishlangan. Bu ham shuni rasvetkalari. Shu yerda o'zida mana hozir shuncha rasvetka, hozir bu yoqda hali olinmaganlari bor. Rasvetkalar yo'q rangli o'zi yo'q ekan. Mana qaranglar. 42 ming. Pista ranglari bor, mana bahorgi ranglar hammasi juda ham zo'r. Elektr svetlari bor, baqlajon svet hammasidan bor. Qizalami shundan ekan aka? Daji qaranglar, mana u rasvetka tugamayapti. Yo'q rangli o'zi yo'q. Mana shu mahsulotlardan kerak bo'lsa 91lik 737 32 39 aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beriladi. Ishlarimiz sifati juda ham zo'r. Klientlarimiz postoyanno olishmoqda bu tovarlardan. Xo'p, lasnalarga yetib keldik. Sezoni boshlandi bularni. Nech pul dedingiz mana shularni? 6 ming so'mdan 9 yoshgacha maktab o'quvchilariga degani. Bu yerda mana kichkinalari bor. Kichkinalari-chi? 5 ming 7 yoshgacha. 5 ming so'mdan ekan, qaranglar. Вообще zo'r. Bir stakan semichgan puliga mana bunaqangi chiroyli birinchi sort mahsulotdan tikilgan lasnalar olishinglar mumkin. Xo'p, e'tibor beramiz. Mana bu yerda ovlari bor. Juda ko'pchilik ov bormi deydi. Ovlari bor. Pechatlari hammasi zavodskoy, bular bosilmagan. Zavodda o'zidan shunaqa chiqqan. Juda ham o'sha narsa. Bambukligi ham bor, likraligi ham bor. Elastikligi juda ham zo'r. Mana shu mahsulotlarni kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telegramga xudo xolsa bularni ham joylaymiz. Xo'p, dastavka so'raganlarga dastavkalarimiz bor. 91lik 737 32 39 ga chiqaverasizlar. Sobirov Omonjon kaminani o'zlari chiroyli qilib yig'ib beradi. Bekamni ko'z qilib. Xo'p, tepaliklarni nechta beryapsiz, opa? 11,5 ming so'm ekan. Qaranglar, zamoklari, tugmalari ham qo'yilgan, qadalaydigan, yoqali. Xo'p, yana nimalar bor, opa? Rasvetkalar bor ekan. Rasvetkalar bor. 35 mingdan. 35 ming so'mdan velvet materialdan tikilgan tepa pastlarimiz. Xo'p, tugmalar, qadalari zo'r, bezaklar berilgan, yoqali. Bularimizni ham oldi berdiga juda ham zo'r ketyapti sotuvi. Ob'yomi kelishib berilaveradi, aloqaga chiqaverasizlar, cheklanmagan miqdorda yetkazib beriladi. Telefon nomerni aytaylikmi, opa? Nechilik? 90lik 059 71 60 aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalar bor. Rahmat opa, charchamanglar. Xo'p.
Xo'p, bu yerda bolajonlar maykachalari pachkada 10 talik bo'ladi. Mayka nech pul ekan? Mana shular 3000 so'mdan mana chempion narx. O'zimizda sheriklar ham bular mana ishlar nadejniy ishonarli. Shapkalarimizchi? Shapkalar 5000. 5000 so'mdan qaranglar qanaqa zo'r. Bir stakan semichkan puliga anaqa sifatli shapkalar olasizlar. Momoqqina, bular material ribana, yuvsa ham joyiga qaytadigan material. Bezaklar qo'yilgan. Xo'p. 5000 so'mga juda ham chiroyli qaranglar. Quloqchali. Xo'p, eshiklarimiz ham bor ekan. Xo'p, troykalar nech pul ekan? 35 ming so'mdan. Mana sifati zo'r bo'lsa, narxini qizig'i yo'q deydiganlar uchun 35 ming so'mdan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bugungi narx-navo, bozordagi bugungi narx-navo bilan tanishyapmiz. Hammasi realniy narxlar. Xo'p, bu yerda mana ichki kiyimlarga ham yetib keldik. Turishchalar nech pul ekan aka bular? 3000 so'mdan, materiali bambuk, qimmat rezinka qo'yilgan. Kichkinalarimizchi bular? 2,5 300 ob'yemga qarab kelishtiriladi. Xo'p, işte bular turchilar olavering, aka ko'ravering, bemalol qo'lingizga olib ko'raverasiz. 5000 so'mdan ekan kattalar turchilari. Xabarlar nech pul berilyapti? 5000. Bular ham xabarlar ham 5000 so'mdan ekan. Xo'p, zo'r, juda ham zo'r mana. Ishtonchalar, trikotchalar, bular hammasi birinchi sort bular ham Xitoy material. Balki bozorda Xitoy materiallaridan ishlanyapti, chunki Xitoy materiallari o'ta sifatli chiqyapti hozirgi kunda. Xo'p, mana shu tigrli nech pul ekan opa? Tigr pechati mana tigrimiz. 22 ming so'mdan ekan. Yangilik zo'r chiqibdi. Xo'p. Bozorimizni video boshidan ishlatib o'tdik, video o'rtasidan bir ishlatib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobashok savdo kompleksi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Xo'p, ishtonchilar nech puldan ekan? 4,5 ming so'm. 4,5 ming so'mdan ekan pachkaga. Qaranglar, 5 yoshga bemalol tushiradi. 4,5 ming so'm. Palasalar ham qo'yilgan, pechatlari bor. Qimmat rezinkalardan qo'yilgan, pastda ribanalar ham bor. Hattoki mana shu ribana ham 1000 so'm, 2000 so'm minadi ustiga o'zi. Aslida juda ham chiroyli ishlangan. Xo'p. Xitoy tovarlari ham bozorimizga kelib qolibdi. Ko'pchilik Xitoy mahsulotlari bormi deyapti. Bular hammasi Xitoy mahsulotlari. Xitoy ham bor ekan, ishlab chiqarish ham bor ekan. Xitoy mahsulot so'raganlarga bozorimizda bor. Bemalol kelib ko'raverasizlar. O'sha mana. Ha, shu dvoyka nech pul ekan? Shuni bitta aytib qo'yaylik. Jensovka. 145 ming troyka ekan va? Ha, bo'ldi. Rahmat opa, savdongiz bersin. Xo'p. Kuryer xizmati bor, bilasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Даже Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga chiqarib berilaveradi. Ko'ylaklarimiz ham bor ekan, mana yangiliklar. Materiali miramir. Mana shu miramirlik nech pul ekan? 26 ming so'mdan did bilan tikilgan. Bular birinchi sort hammasi. Dastavkalarimiz bor. Rasvetkalar mana. Juda ham zo'r. Rahmat aka, topshirmanglar. Xo'p. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Nech pul ekan bular, opa? 15 ming so'mga ana bunaqangi chiroyli ko'ylakchalarimiz bor. Keyingi naqshlanibdi, zo'r. Materiali momoq ekan. Bular ham Xitoy material, birinchi sort. Xo'p. Ishtonchilar nech pul ekan bular? Ishtonchilar qalini 4 mingdan. Yupqasichi? Yupqa ham shunaqa beraveramiz. 4 ming so'mdan ekan ishtonchalarimiz. Bularni Sizlarga 5 ming lashina. mana kattalari. Bularimiz xabi, ular ham yumshoq. Birinchi sort bular ham. Rahmat opa. Bu nima ekan opa? Mana shu nabor. Pastellika. Nech pul ekan bular? 50 ming so'm. Nechta narsa bo'ladi buning ichida? 4 talik narsa bo'ladimi? 50 ming so'mdan ekan. Dasturxonliklarimiz ham bor. Xo'p, razmerlar qo'yilgan. 150. Bular Xitoymi? Yo, ishlab chiqarishmi? Ishlab chiqarish. Nech puldan berilyapti mana shular? Rasmiga qarab 22 mingdan 80 minggacha. 22 mingdan 80 mingga qarab ketaveradi. Bularimiz-chi? 10 mingdan bular. Bular 10 ming so'mdan ekan. Bular ham xo'jaliklarga juda ham ko'p yaxshi ishlatiladi bularni ham. Xo'p. Bular sizlardan nech puldan berasizlar opa bular? 15 ming so'mdan shunchalarimiz, krujavalar qo'yilgan, bezaklar qo'yilgan, qimmat rezinkalar bosilgan. Zo'r, juda ham zo'r. O'g'il bolalarchi? 12 ming so'mga qaranglar, qanaqa zo'r. 12 ming so'mga.
12.000 so'm. 12.000 so'mga nima beryapti? Kommentariyaga yozib qo'yasizlar. 12.000 so'mga bizni bozorda anaqa tayyor shimchalar olasizlar. Endi ko'pchilik yozishyapti, dona yo'q ekan deyapti. Endi bu bizni bozordan faqat savdogarlar xarid qiladi, ob'yomchilar. Kimdirlar dona sotar, kimdirlar dona sotmaydi. Lekin dona sotadiganni ham topsa bo'ladi. Tepaliklar nech pul ekan? 8.000 so'mdan ekan. Bular materiali ham birinchi sort. Materiallar qaranglar qanaqa zo'r, palasali. Hech narsa bo'lmaydi bular ham. Вообще zo'r. Xo'p, ishtonchalarga keldik. Bularimiz hibi. Hibilar nech puldan ekan? 2.5 so'm. O'la qo'yilgan, rezinkalar qimmat rezinkadan qo'yilgan, palasaligidan. Villurlarchi? 3.000 so'mdan ekan. Bularda ham ovlari bor ekan. Bularimizchi? Bular 3.5 so'mdan ekan. Va endi ishtonchalarimizchi? 55.000 so'mdan ekan. Palasalilarchi? Bularimizchi? 5.000. Bular 5.000 so'mdan, ikkitalik razmer ekan. Pachkada ikkita bo'ladi, 5.000 so'mdan. Pechatlari bor, Adidas fason qilingan. Bularimiz lakra materialdan tikilgan, qizlar uchun. Bular nech pul? 8.000 so'mdan. Qaranglar, qanaqa variant, juda ham zo'r. Mana bu nech pul ekan? 5.000. 3, 4, 5 bitta shu vishilkada 5 ta bo'lar ekan, pachkasi 5 ta ekan. Kraskalar penali qilib urilibdi, bo'rtib chiqadi bular. Did bilan ishlanibdi. Juda ham zo'r, rasvetkalar chiroyli. O'zi bitta nimada tayyor rasvetka qilingan, tayyor. Interlolarchi? Bu ham 5.000. Bular ham 5.000. Bu interloni qimmati, palasaligi, ovlari bor ekan, zo'r. Rezinkalar qimmat rezinkalardan bosilgan. Bu ishtonchalarchi? 5.000. 5.000 so'mdan. Pumachi 7.000 so'm. 7.000 so'mdan ekan. Qaranglar, kraska yaltiratgan. Juda ham sifatli bosilgan. 8.000. Bular 8.000 so'mdan. Bularchi? 3.300. 3.300 so'mdan. Bular material likrami bu? Likra. Likra, bular qimmat material. Bular ham zo'r. 3.000 so'mdan ekan. Rahmat, charchamanglar. Xo'p, oshxo'rak so'raganlarga mana oshxo'raklarimiz ham bor, yetib keldik. Nech pul ekan oshxo'raklar? 1.800 so'm. Pachkada 10 ta bo'ladimi? 10 tadan bo'ladi. Mana ularimiz 1.300 so'mdan ekan. Mana 1.300 so'mga oshxo'raklarimiz. Ular chaqaloqlarga. Mana belbog'lilarchi kattalari? 1.800. 1.800 so'mmi? Qaranglar, mana kattasi ham 1.800 ekan. Belbog'i bor buni belida. Buni belidan boylab qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, bularimiz-chi? Ishtonlar 5.500, xalati 6.000. Bular Interlo, ha? Yo'q, Supreme. Ha, bular Supreme HB. Bular HBlar, mana ular. Bularimiz-chi? Ishtoni 7.000, Aha. xalati 7.500. Ha, tepasi ham bor-da. Mana misol bilan tepasi bo'ladi, pasti bo'ladi, to'g'rimi? Xohlagan odam tepasini oladi, xohlagan odam pastini, xohlagan odam dvoyka qilib olaveradi, shu yerda o'zida. Bitta pachkada qaranglar, rasvetkasi solingan o'zi chiroyli qilib. 5 tadanmi? Beshikkalar urilgan, juda ham chiroyli ishlanibdi, sifati zo'r. Maykalarimiz-chi? 6.500. 6.500 so'mdan maykalar. Bular pachkada nechta? 10 ta. Bular ham pachkada 10 ta ekan, 6.500 so'mdan. Bunaqangina faqat bizning bozorda, Uchko'prik tumanidagi yangi ochilgan bozorda. Bu kattalarga shekillar nech pul? Ha, pechati bor buni oldida. Ha, buni oldi pechati ekan, mana shunda chiroyli pechatga bosilgan. Mushukcha. Bular ham o'chmaydigan kraskalardan zo'r. Xo'p. Bularchi polzinkalar. Raspinkalar. Raspishonka. Buni nima deydi? Raspishonka deydi. Nechtalik bu? 10 talik. 10 talikmi? 10 talik ekan. Nech puldan beryapsiz? 2.800. 2.800 so'mga. Bular ham chaqaloq, raddomdagi chaqaloqlarga bo'ladi bular. Polzinkalarchi? 2.200. 2.200 so'mga ob'yomga mana zakotovka tayyor turibdi. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beriladi. Bular haqiqiy bolaga ozor bermaydigan yumshoq hibi material bo'ladi bularimiz. Aka rahmat, charchamang. Ha, bu yo'paradagilar nech puldan ekan? 17.000 so'mdan. Bular naborlar ichida nechtalik bo'ladi? Nechta? 5 talik. 5 talik ekan, qaranglar. 5 talik narsa 17.000 so'mdan. Bu yerda oshxo'ragi bor, shapkasi bor, ketili bor, tepapas bo'ladi. Bularning sotuvi juda ham zo'r, yo'qlandilarga ham zo'r sotiladi. Xo'p, futbolkalarimiz. Tepaliklar nech pul ekan? Aka nech pul? 12.000 so'mdan. Material, chempion material bular, vashi. Odam charchatadigan material. Bular birinchi sort. Dvoykalarimiz nech puldan ekan? Kimdan bu? Akadanmi? Bizdan. 13.000 so'mdan. Polistermi bu? Polister ekan. Shu bahorga mana qaranglar, yangi kaltalarimiz ham boshlanyapti. Xo'p, bularimiz nomi nima edi bu materialni? Setkali material. Bular teshik bo'ladi, havo o'tkazadigan. Bular birinchi sort. Nech pul beriladi bular? 6.000 so'mdan. Ob'yomi kelishtirib berilaveradi. Pechati bir-biriga o'xshamagan, zo'r.
Ha, bo'ldi aytinglar. Telefon nomerni aytinglar. Nechilik? 50lik 50lik 004 004 085. 085. Mana shu mahsulotlardan kerak bo'lsa, nomerga aloqaga chiqaverasizlar, ma'lumot olaverasizlar. Dastavkalar bor, cheklanmagan miqdorda yetkazib beriladi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi aka? Yetib keldik. Bular materiali velvet ekan. Beshikkalar urilgan. Bular ham tozalash chiqibdi, juda ham zo'r. Ranglar didi bilan tanlangan. Nech puldan berilyapti opa bular? 28 ming so'mdan. Juda ham zo'r chiqdi. 28 ming so'mdan qaranglar. Mamman ishlangan, keyingina cho'ntaklari ishlaydi opa. Cho'ntaklari 3 million kraskalar hammasi. Xo'p, ob'yomga kelishtirib berilaveradi. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beriladi. Xo'p, futbolkalar nechi pul ekan? 6 ming so'mdan bular Supreme. Birinchi sort bular ham palasalari kraskalar bosilgan, palasa zavodskoy. 3 million kraska bular. Xo'p, do'ykalarimiz ham yetib keldik mana. Vishipka bular. Bularda stiralniy mashinada yuvsa ham bo'laveradi. Bir choklar urilgan. Chokini ko'rasizlar, juda ham tekishlangan. Xo'p, bular standart chiqqanmi? Xo'p, bu yerda vishilka ishlarimiz, bular to'qim ekan. Bularni stanoklar to'qiydi. Bular ham birinchi sort iplarimiz, akril iplardan to'qilgan. Turkiya ishlari bilan birga ishlab chiqarilgan. Tugmalar qadaladi. Nech puldan berilyapti bular? 25 ming so'm ekan. Bular haqiqiy bahorga, hozirda hadovoy ketib turgan mahsulotlarimiz. Xo'p, dvoykalarimiz-chi? Miramirlar. Bu kichkinasi 18 ming. 18 ming so'm. Uni kattasi 20 ming. Aka bu chevar puli ham emas, material chevar puli o'zi bilan ketar ekanda olsa. Gap yo'q. Toshlar bosilgan, ko'ryapsizlarmi? Bular ham prista bosilgan, to'kilib ketmaydi bu toshlar. Juda ham zo'r ishlangan. Bularimiz kattalari. Bular 22 ming so'mdan. Bular bemalol 2-sinfga cho'radi. Aha. Bularimiz ko'ryapsizlarmi? Qanaqa yaltirayadi. Bular Miramirning birinchi sortlari, qimmatidan. Xo'p. Aka bitta obzor ko'raylik bo'lmasam. Xo'p. Bularimiz TikTokda trendga chiqyapti, Instagramlarda vahshiy trendga chiqyapti. Mana shu anor ko'ylaklar nech puldan berilyapti? 40 ming so'mdan. Chempion narxi bo'ldi. Dvoyka bular ishtoni bilan shunaqa tepani o'zi emas. 40 ming so'mdan gap yo'q. Bular standartmi, razmermi? 48, 50, 52. 4 talik, pastga 4 ta bo'ladimi? 3 talik. Xo'p, ana bu yerda ishlar qaranglar, qanaqa chiroyli. Bularimiz-chi? Bular ham 40 mingdan. 40 ming so'mdan vahshiy chempion narxi. 45 mingdan aka. 45 ming so'mdan. Versace 45 mingdan. Tepada klapanlar 55 mingdan, bular 60 mingdan. Mana ular 60 ming so'mdan. Juda ham chempionlar. Do'stimiz ishlari zo'r. Doimiy klientlarga chiqarib turamiz bu ishlardan. Zakat to'ki tayyor turibdi. Cheklanmagan vaqtda yetkazib berilaveradi. Bemalol do'konlarga, eksportlarga ishlayveramiz. Xo'p, tadbirkorlarimiz telefon nomerlarini olamiz. Nechilik? 99lik. 99lik 638 638 2302. 2302. Qaranglar qanaqa zo'r narsalar, variantlar bomba, vashi zo'r. Savdoyingizni bersin, charchamang. Mana bayramga atlas ko'ylaklar ham chiqqan. Bular nech puldan? 15 ming so'mdan. 15 ming so'm. Chempion narx bo'ldi. Bular bemalol birinchi, ikkinchi sinfga cho'radi. Keyingi narx ishlanibdi. Bularimiz-chi? Mana kichkinalar. Bular 12 ming so'mdan. Zo'r. Mana juda ko'pchilik maktabga so'rayapti. Hozir millicha kiyinyapti, maktab kamzir kiyishyapti, deyapti, forma. Turishidan hozir o'quvchilar shu narsa kiyishar shekilli. Ko'pincha ko'rib qolyapmiz. Xo'p, telefonda gaplashyapmiz, bezovta qilmaymiz. Mana 18 minglik 18 mingdan 17 ming so'mdan bular naboriga qarab o'zgaraveradi narx-navolari. Kimdir misol uchun mana shu razmer bilan bu razmerni narxi bir xil razmer, lekin bittasi 30 ming, bittasi 17 ming bo'lib qolishi mumkin. Nimaga deyishlaring mumkin? Bu yerda naboriga qarab, bezagiga qarab narx-navo o'zgaraveradi. Bularimiz hammasi hibi, bolaga ozor bermaydigan materiallar. Kyo custom qishlanibdi, zo'r. Assalomu alaykum. Akalar ishlanchilar nech puldan ekan? 5 ming so'mdan ekan. Interlo materialdan tikilgan. Bular ham chempion material, eksportniy material. Bularimiz-chi? Bular 5,5 ming so'mdan. Kraskalar bosilgan, pastlarga ribanalar qo'yilgan. Ovlari ham bor ekan. Qaranglar, uncha-munchaga hali nima deydi? Ko'pchilik ovli so'raydi. Uncha-munchaga yirtilib tashlab yubormaydigan narsalar bular. Ishtonchilar nech pul ekan mana shular? Opa, assalomu alaykum. 7 ming so'mdan. Bular zo'r chempion material. Bular birinchi sort Xitoy metrajli material, qimmat bo'ladi bular materiali. Xo'p, bu yerda ko'ylagimiz-chi? atlas ko'ylaklar 40 mingdan. 40 ming so'mdan bular. 40 ming so'mdan ikkitalik, a? Bular tepa pastmi, dvoykami?
ishtonchasi. Ha, bular ishtonchalari ham bor ekan. Orqasida shekillar ishtonchasi. Ha, mana orqasida ishtonchasi. Mana kattasi. Razmeri 6 yoshga tushadigan. Xo'p, beshilkalarimiz-chi? Bular 23 mingdan. Ishtonchasi. Qaranglar, 23 ming so'mdan. Qimmat kurjavalardan qo'yilgan to'rlari ham qimmat bo'lardi. Shimlari ham aroqli. Fasollari bor mana, juda ham chiroyli ishlangan. Bular birinchi sort. Bular uyaltirmaydigan mahsulotlar bular. Juda ham zo'r. Ishtonchasi bilan. Bular nechi pul? Bular 30 ming. 30 ming so'mdan tepa pastlar, to'g'rimi? Ishtonchasi bilan. Xo'p, juda ham zo'r. Chiroyli ish chiqdi. Xo'p, bular ham shunaqa. Mana lolalar-chi, mana ular. Lolalar 10 ming. 10 ming so'mdan ekan. Varoqlar qo'yishdi, qaranglar. Juda ham zo'r, chiroyli chiqdi. Savdoyingiz bersin. Rahmat, charchang. Assalomu alaykum. Aka, trikolar nechi pul ekan? Kimdan ekan? Aka, nechi pul beryapsiz? 13 ming so'mdan trendga chiqaramiz aka bularni hozir. Xo'p, bularimiz trikolarimiz aka. Material nima bulardi? Funta, palasalarda, qimmat palasalardan urilgan, bular qimmatdan. Xo'p. Detskilar nechi berilyapti? Mana ular 13 ming so'mdan ekan, mana ular 8 ming so'mdan. Cho'ntaklar ishlaydi, juda ham zo'r, bakoy cho'ntaklar urilgan. Xo'p, telefon nomeri nechilik? Nima 88 88lik 820 820 0272 mana shu raqamga aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Dastavkalarimiz bor. 12 ta viloyatga, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston davlatiga chiqarib berilaveradi. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beriladi. Xo'p, ko'ylakchilar nechi pul ekan, opa? Shunday aytib qo'yinglar bo'ldi. Nechi pul? 8 ming so'mdan, 11 ming so'mdan. Zo'r. Narx-navolar chempion. Bunaqangi narx bilasizlar, faqatgina bu Uchko'prik tumanidagi bozorda hozirda ko'pchilik bozorimiz taniyapti, xudo xolasa kelishib, o'zini biznesini yo'lga qo'yishyapti, xursandmiz. Bilmaganlar uchun yanada ko'rsatib boraveramiz yangiliklar. Juda ham ko'p. Ko'pchilikka bu bozor tanityapmiz, xudo xolasa, reklama qilishda to'xtamaymiz, chunki kimlargadir manfaatli bo'lishi mumkin. Mana bu yerda XB futbolkalarimiz bor ekan, XB materialdan tikilgan. Nech pul berilyapti opa bular? Opa bular nech pul? Marhaba opa. 9,5 ming. Ha, likrami bu? Ha? Likrali ekan, daj likra ekan. Likralar bilasizlar, qimmat material bo'ladi. Xo'p, yana nimalarimiz bor ekan? Ishtonchilar nech pul ekan? Ular 4 ming. 4 ming so'mdan ishtonchilarimiz bor ekan. Hali mana ko'ryapsizlar, 4 ming so'mdan. Mana ko'ylakdan ko'rsatib yuboring. Bo'ldi, hozir shuni bosamiz mana shuni. Mana bu yerda ko'ylagimiz bor ekan. Material markizami? Markiza material. Dvoykami bu? Nech pul berilyapti? 120 mingdan. Qo'l mehnati ana gulchalar. Ha, mana gulchalar qo'l mehnati. Zo'r. Bilasizlar, qo'l mehnati doim qimmat bo'ladi. Ko'ylakchalarimiz yo'qmi? 10 ming so'mdan ko'ylakchalarimiz bor ekan. Bular bemalol 4 yoshlarga, 5 yoshlarga tushiradi. Rasvetkalar bor, yenglariga rezinkalar qo'yilgan. Qani futbolkalarimiz? Mana ular nech puldan berilyapti? 10 mingdan. Necha yoshga tushadi? 3-4 yoshga. 3-4 yoshga bemalol tushiradi, 10 ming so'mdan. Bu ko'ylakchalarimiz opa? Ko'ylakchilar 10 mingdan. 10 ming so'mdan ekan. Bular qimmat materialdan, birinchi sort, bu yerda ikkinchi sorti yo'q. Ikkinchi sortli materiallar bor, uni asobiy o'zlari aytishadi. Va ancha arzon bo'ladi. 1000 so'm, 1,5 ming, 2 minglik bo'ladi. Nech pul ekan bularimiz? 15 ming so'mdan tepa-past. Chempion narx bo'ldi. Razmeri zo'r ekan. Rasvetkalar bor ekan mana. 15 ming so'm, ha? O'zim ham hayratda qolyapman mana. O'zimizning bozor mahsuloti. Xo'p, shapkachalarimiz nech pul ekan? 5 ming so'mdan shapkachalarimiz. Qaranglar, bezaklar qo'yilgan, etiketga qo'yilgan bobonchalar bor. Material birinchi sort. Juda ham chempion narx bo'ldi. Qaranglar. Bular hammasi bahorga yupqa, bolani terlatmaydi, lekin issiq ushlaydi. Xo'p. Bular nech pul ekan aka? Sizdanmasmi? Xo'p. Ishtonchilar nech pul ekan, opalar? Mana shular. No. Narxini nomeringizni olmayman. Nech pul? 3 ming so'm ekan. Nomerini berishmas ekan. Bezor qilyapti ekan. Xo'p, tepaliklar nech pul? Bular materiali futur 8,5 ming so'mdan ekan. Cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Объемga zakaz beraverasizlar. Zakotovka tayyor turibdi. Rasvetkalar bor. Palasalar заводской, bular pechat emas, bular original. Xo'p. Домашний патер qalama bor. Egalar yo'q. Xo'p, kipka so'raganlarga mana bizning bozorda kipkalar ham bor ekan. Bular aka ishlab chiqarishmi yo ishlab chiqarish? Siz birinchi qo'lsiz, a? Xo'p. Birinchi qo'l ekan, mana kipkani so'raganlar uchun juda ko'pchilik so'rashuvdi, kommentariyalarda ham yozilgan. Xo'p, bularimiz nech puldan berilyapti?
16 ming so'mdan kepkalarimiz. Xo'p, qayerdan qayergacha 16 mingga? Ana shu ko'rib turgan narsalaring mana shugacha 16 ming so'mdan. Beshikkalar urilgan. Bular hammasi bular stanokda chiqarilgan, bular hammasi birinchi sort. Akalarimiz birinchi qo'l ekan. Hozir nomerlarini olamiz. Kapshun kepka bilan ishlaydigan savdogarlarimiz uchun. Bularimiz nech puldan patraskoylar? 14 mingdan. Bular 14 ming so'mdan ekan. Biri-biriga o'xshamaydi, juda ham chiroyli ishlangan. 15 mingdan. Ha, bu birinchidagilar 15 ming so'mdan, ha. Bittasini olib ko'rsataveray, maylimi? Qaranglar mana. Etiketkalar qo'yilgan. Eksportga ham bemalol ishlasa bo'ladi, do'konlarga bemalol sotuv zo'r. Uyaltirmaydigan mahsulotlar bular. Xo'p, aka telefon nomeri nechilik? 94lik 567 9125 nomerga aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Bering. Mana shu ish bilan shug'ullansa bo'ldi. 95lik 887 2434 aloqaga chiqasizlar. Tadbirkorlarimiz o'zlarining nomerlari bemalol zakaz beraverasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Ishlari ko'rib turibsizlar, hammasi kачественный, zo'r ishlangan. Bular sezoni keldi, xudo xolasa. Rahmat, savdolaying bersin. Opa, sportkalar nech pul ekan dvoykalarimiz? 35 ming, 45 ming. Ha, kichkinalari 35 ming, kattalari 45 ming. Kattalari nechinchi sinfga tushadi kattasi? 2-6 Bular 2-sinfdan 6-sinfgacha ekan, 45 ming so'mdan. Ko'ryapsizlar, bular materiali lakra bo'ladi, zo'r material. Haqiqiy sportka materiallari. Xo'p, to'qima ishlarimiz ham bor ekan, mana kamzirchalarimiz. Nech pul ekan, opa, kamzirchalar? Bular 15 ming, bunisi 10 ming. Bular 15 ming so'mdan ekan. Mana shu rasvetkalar bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana kamzirchalarimiz bor. Juda ham chiroyli ishlanib, rasvetkalari. Bularimiz nech pul shular? 10 ming so'mdan ekan. Qaranglar, qanaqa chiroyli ishlangan. Bular hammasi качественный, birinchi sort. Bularda spetsial sinoylar to'qiydi, materiali ham, iplari ham turetskiy iplar bular hammasi. Rahmat opa, charchamang. Bu nimchalar nech pul ekan? Nech pul ekan? Hozir maktabga hozir moda bo'layotgan, mana shunaqa formalar kiyishlar shekilli. 30 mingmi? Juda ham chiroyli ishlanibdi, zo'r. Ob'yemni kelishtirib beraverasizlar, ha? Telefon nomerni aytasizmi? Joylab qo'yaylikmi? Nechilik? 88lik 503 5872 shu raqamga aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Mana shu ishlar haqida ma'lumot beriladi, narx-navos bo'yicha, ob'yemga qancha, donaga qancha. Rahmat opa, savdoyingizni bersin. Xo'p, bilan pul ekan opa dvoykalar? 25 ming. 25 ming so'mdan material yoptiradigan juda ham neobычный material ekan. Ikkitalik razmer, ha? Xo'p, mana ikkinchisimi? Xo'p. Tepaliklarchi? Bular 4 ming so'mdan arzon futbolkalarimiz, yangi uzun, bular villur. Hozirda bahorgi material bular, bilasizlar. 4 ming so'mdan bunaqangilar faqat bizning bozorda hech qaysi bozorda mana shu xuddi mana shu razmerda mana shunaqa material 4 ming so'mdan topa olmasalaring kerak. Bunaqasi faqat bizning Boboshu bozorimizda. Rahmat opa. Tepaliklar nech pul ekan palasalarimiz? 11 ming so'mdan ekan. Bular palasalar zavodskiy, zavoddan chiqqan, bular pechat bosilmagan, bular original. Xo'p, juda ham zo'r. Rahmat opa. Assalomu alaykum. Aka, futbolkalar nech puldan ekan? 10 ming so'mdan ekan. Bular materiali xibami? Suprememi? Mana bahorgi mahsulotlarimiz uje yozga qarab ketyapmiz. Bundan buyog'i sezoni boshlandi bularni. Xo'p, bularimiz-chi? Bular 15. Bular 15 minglar. Bular Toshkent Supreme, bular grammar tetik bo'ladi. Shuning uchun tafovut bor narx-navoda. Dastavkalarimiz bor. 12 ta viloyatga chiqarib berilaveradi. Zakatga tayyor turibdi. Ko'ryapsizlar mana rasvetkalarni. Rahmat aka, savdolaying bersin. Opa, bular nech puldan berilyapti? Xo'p. Mana shu vishilkalarimiz 12 ming so'mdan ekan. Qaranglar, qanaqa zo'r. Bular hammasi birinchi sort. Mas tepadagisi likra shaklar tepasi, futbolkalari likra materialdan tikilgan, elastikli, juda ham zo'r, cho'ziluvchan. Xo'p, kashkoshga sizlarga ham keldik. Bular bozor eng chempion materiallari. Bular yuvsa ham joyiga qaytadigan. Nech pul berilyapti aka mana shular? 7 ming so'mdan ekan. Rasvetkalar ko'ryapsizlar, chiroyli. Assalomu alaykum. Aka, nech puldan berilyapti ko'ylakchalarimiz? 30 ming so'mdan ekan. Tugmalari qadaladi, juda ham zo'r. Bular hammasi birinchi sort.
Уже etiketkalar ham qo'yilgan. Bular eksportning mahsulotlar bular ham. Rasvetkalar bor. Xo'p, bular ham shunaqa rasvetkasi. Shuni rasvetkasi. Ha, shapkalarimiz necha pul? 10 ming so'm. 10 ming so'm. Bular bahorgi shekillar. Yo'q, qishki. Qishkimi? Ha. Xo'p, dvoykalarimiz-chi? 15 ming. 15 ming so'mdan to'qima dvoykalarimiz 15 ming so'mdan ekan. Vadalaskalarimiz 25 ming. 25 ming so'm. Kattalarnichi mana dvoykalarimiz 60 ming tipakasi. 60 ming so'mdan ekan. Xo'p, telefon nomeri aytib yuboring. 99lik 99lik 910 910 87 72. 87 72. Mana shu mahsulotlardan kerak bo'lsa, raqamga telefon qilib ma'lumot olaverasizlar. Dastavkalar bor. Rahmat aka, charchamang. Xo'p. Aka, dvoyka nechi pul ekan? 22 ming so'mdan ekan. Pechatlari ham bor. Bular material poliester. Xo'p, bularimiz kapshunkalarimiz. 25 ming. Bular 25 ming so'mdan ekan. Xo'p. Rahmat, charchamanglar. Ishtonchilar nechi puldan ekan aka? 5 ming aka. 5 ming so'mdan. Bular hammasi optim narxda. Bozorimizga tashrif buyuraverasizlar. Shunaqangi narxdagi mahsulotlar kerak bo'lsa. Dvoyka nechi pul bilan shular? Voykalar 15 ming. 15 ming so'mdan ekan. Zo'r. 5 yoshiradilar. 5 yoshlarga bemalol cho'radi. Bular havo o'tkazadigan rosa ham zo'r material. Bular birinchi sort bular ham. Xo'p, material haqida ma'lumot berib o'tib ketmasak, ko'pchilik tushunmaydi. Bularimiz-chi? 25 ming so'mdan toshlar bosilgan, material bambuk ekan. Pastlariga ham chiroyli rezinkalar qo'yishgan. Zo'r rasvetkalar bor ekan mana. Charchamanglar, savdolayversin. Mana bozorimiz avjida. Xo'p, bozorimiz manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobosbek savdo kompleksi. Xo'p, bizning bozor tekstil sohasi bo'yicha ishlaydi. Hammadan kiyim-kechak chaqaloqdan tortib kattalar uchun. Bozorimiz keladigan tadbirkorlarimiz uchun, savdogarlarimiz uchun bizning bozorimiz yakshanba, chorshanba kuni ishlaydi. Haftaning 2 kunida ertalab soat 7 da ochilib, 11:00 gacha davom etadi. Aka, vishelkalar nechi pul ekan? 32 ming so'mdan vishelkalarimiz. Bular trikada endi, to'g'rimi? Trikalik uchun. Ha, bularimiz-chi? 26 ming so'mdan. Bular poliester tozasi, pechatlar urilgan, pechati ham o'chmaydigan, qimmat krasikadan urilgan. Xo'p, telefon nomeri aytamizmi? 91lik 141 87 87 21. Mana shu mahsulotlardan kimga kerak bo'lsa, raqamga aloqaga chiqasizlar. Akalarimiz, tadbirkorlarning o'zlaridan ma'lumot olib, bemalol zakaz beraverasizlar. Cheklanmagan pulda yetkazib beriladi. Mana ular 23 mingdan, ular ham juda chiroyli ishlanadi. Ular ham qimmat, birinchi sortdan, poliesterda birinchisi. Bo'yoqlari aktivniy bo'yoqda bo'yatilgan, o'chmaydiganidan. Xo'p. Bu ramashkalar nechi pul ekan? Bular 20 ming. 20 ming so'mdan ramashkalarimiz juda chiroyli ishlangan bular ham. Ularni ham knetlarga chiqaryapmiz. Sotuv juda ham zo'r. Xo'p. Tepalilar nechi pul ekan? 6 ming so'mdan tepalilarimiz mana. Qaysi biri? Ha, oqlari, pushlar 4 mingdan, Zo'r. Mana ishtonchalarchi? 6,5 ming so'mdan ishtonchalarimiz. Zo'r, bular ham sotuvi zo'r. Bular bahorga, bular sezoni boshlandi, xudo xolasa. Xo'p, Norvejlankalar o'zi klientlar olishmoqda, mana mingta qilib. Trikolar nechi pul ekan, opa? 13 ming so'mdan ekan. Mana shu yerdan shetgacha 13 ming, ha? 12,5 ming qilib beraman. Ha, abyomga kelishib berilaveradi, olishiga qarab. Rezinkalar, qimmat rezinkalar qo'yishgan, zo'r, Gucci fason qilingan. Juda ham chiroyli chiqqan ekan. Bular razmer nechtalik? Pachkada 3 ta bo'ladi, 3 ta razmer. 48 dan 52 gacha ekan. Xo'p, rahmat opa, savdoyingizni bersin. Xo'p. Vokalarimiz. Borguncha bir nima demoqchi. Ishtonchilar nechi pul ekan? Opa? 12 ming so'mdan. Juda ham kачественный qishlanib mana shu ish mana 12 ming so'mdan. Cho'ntaklari, bakovoy cho'ntaklar bor, bosiriq choklari bor. Rasvetkalar zo'r, yo'q rangda o'zi yo'q. Telefon nomerini aytib olaylikmi? Bo'ldi. Telefon nomerini berib yuboring opa. 90lik 057 37 97 raqamga aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Narx-navo bo'yicha abyomga qancha nechtagacha dastavka bor, ma'lumot olaverasizlar. Iloji boricha kunduz telefon qilamiz. Bu quyonchaligichi? 22 ming so'mdan oldi mana. Bular qimmat, birinchi sort poliester bular. Likrali poliester bular doim sotuv zo'r bo'lgan. Bular ham shunaqa. Bular moda bo'ldi, quyonchalar.
Opa charchamang, savdoyingiz bersin. Tepadagilar olsangiz. Bu yerda qizlar uchun dvoykalarimiz bor ekan. Bular material miramir, bulardan birinchi sort. Xo'p. Bu yoqda mana abrezis qilib chiroyli ilinib qo'yibdi. Toshlari ham prizdazmalda bosilgan. Tashlab yubormaydi. Ashni beringchi, bu ham chiroyli chiqqan ekan. Mana juda ham zo'r ishlangan. Bular pasti ham bormi, tepani o'zimi? Ko'ylakchani. Ha, ko'ylakchasi nechi pul? Bular 17 mingdan. Bular 17 ming so'mdan. Dvoykalarimiz-chi? Dvoykalarimiz 25 mingdan 9 yoshgacha rasm. 25 ming so'mdan berilaveradi. Telefon nomerni ayting. Mana shu mahsulotlardan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 91 737 32 39. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston davlatlariga chiqarib berilaveradi. Kargo orqali aloqaga chiqaverasizlar. Savdoyingizni bersin, opa, rahmat, charchamang. Bu pijamalar nechi pul ekan? Opa, narxini bilmaysizmi? Hech eshitmadim. 12 ming ekan? 12 ming so'mga pijamalarimiz. Qaranglar, qanaqa zo'r. Pechatan zavodskoy. Bular haqiqiy xb materiallar bilan bolaga ozor bermaydigan. Koftalarchi? 9 ming so'mdan koftalarimiz. Xo'p, patsvet qilib ishlashibdi pechatlarini, juda ham zo'r. Bularimiz-chi? Bular ham 9 ming so'mdan, materiali Xitoy, bular ham zo'r. Bunimiz-chi? Bu ham 9 ming so'mdan. Qaranglar, qancha mehnat bor bu yerda. 9 ming so'mga ana bunaqangi ko'ylaklar bor. Bular sotuvi zo'r, sezoni boshlandi bularda ham. Rahmat aka, charchamang. Ishtonchilar necha pul beryapsizlar? 3 ming so'mdan. Bular ham chempion narx 3 ming so'mdan. Bularimiz-chi? Xo'p, futbolkalarimiz-chi? Bular 7,5 ming. 7,5 ming so'mdan tepaliklarimiz. Xo'p, bularimiz-chi, dvoykalarimiz? 10 ming so'mdan ekan dvoykalarimiz, juda ham zo'r, chempion narx bo'ldi. Xo'p. Bu yerda trikolarimiz bor ekan. Bular necha pul ekan? Kimdan? Egasi yo'qmi? Ha, qo'yavering, bo'lsa egasi yo'q bo'lsa mayli. Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Xo'p. Necha pul ekan futbolkalarimiz? Tepaliklar. 4 ming so'mdan ekan, chempion narx bo'ldi. Bularimiz Supreme xb, bular ham zo'r. Xo'p. Mana shu necha pul ekan aka? Mana maktab formalari ham bor ekan. Hozir Yaxshiroq qo'yaman. maktablar shunaqangi formalarga o'tadi deyishyapti. Mana ta'kidlab o'tyapmiz. Adresli. Necha pul ekan bu? 30 ming so'mdan berilibdi. Ichida asarlari bor. 1-3 sinflarga ekan. Mana bu yerda kattalarga ham bor ekan, ha? Necha pul berilyapti? 8 ming so'm, katta razmerlar 40 ming. 40 ming so'm ekan, zo'r. Ular уже bundan buyon rekka chiqadi. Xo'p. Maktab formalarimiz ham bor ekan mana. Necha pul ekan bular aka? Badalaskalarimiz. Oybek aka necha pul beryapsiz? Bular likrami yo bambukmi? Likra material. Ha, bular likra ekan. Bular elastikligi juda ham zo'r. Toshlar prizdazmalda bosilgan, tashlab yubormaydi. Maykalarimizchi? Maykalar 10 mingdan. 10 ming so'mdan ekan. Bular ayollarga mushkullar 8 mingdan ekan mana. Kачествоsi juda ham zo'r ishlangan, zo'r. Bular xb Supreme juda ham zo'r. Charchamanglar aka. Xo'p, trikolar necha pul ekan aka? 27 ming. 27 mingdan mana shular. Xo'p. Bularimiz podraskoylar. 20 ming so'mdan podraskoylarimiz. Bular velvet. Bular birinchi sort. Plastikda bor-da. Narx pul qo'yib. Xo'p. Bular bambukmi bular? Bambuk. Bularimiz bambuk material, tovlanadigan. Razmeri nechtalik? 3 talik, 3 talik razmer. 52, elektron 56 ekan. Kichkinasi bizga tushadimi? Ya o'rtasi tushadimi? O'rtasi. O'rta razmer bizga tushaveradi. Necha pul berasiz bular? 20 ming. 20 ming so'mdan. Mana shu 20 ming so'mdan. Rasvetkalari bor. Pastdagilarimiz-chi? 17 ming so'mdan ekan. Lapshami bular? 10 ming. 10 ming so'mdan lapshan sezoni keldi. 10 ming dedingizmi? 10 ming. 10 ming so'mga qaranglar mana. Bitta patrda puli ekan. Bemalol yuvib kelaverasizlar, kraskasi o'chmaydi. Stiralniy mashinadan yuvsa bemalol yuvaverasizlar. Bularimiz-chi? Bular 20 ming so'mdan. Bular material nima o'zi? Bular ham yubqa bahorga. Bahorga o'rtacha qaraman. Xo'p, videoga like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, videoni kerakli odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bossalaring, yangiliklardan issig'ida xabardor turasizlar.
Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi qatorlardan video qilib chiqarib beramiz. Vodiy Optim bozor kanaliga obuna bo'lib qo'ysizlar. Telegram kanalimiz Omon Tekstil kirib bemalol bozordagi mahsulotlar bilan tanishishlaring mumkin.